Assalomu alaykum, hurmatli Elbek TV kanali obunachilari. Bugun sizlarga Xudo xohlasa firmamizdan jicha video qilishga qaror qildim. Xudo xohlasa tayyor holatga kelib qoldi pashta. Mana bu tomonda kecha steyashkalarni qo'yib tugatdik. Xudo xohlasa mana bu tomon ham faqat novvoslar uchun joy qilingan. Bu stoykalarni qo'yganimizning sababi bulardan bunaqasiga svarka qilinadi. O'rtada novvoslar turadi, bir-birini suzmasligi uchun, ustmasligi uchun. Bir-biriga mushayat qilmasligi uchun to'siladi. Bu yoqda oxirlari mana, oxirlari hali tayyor emas. Zaspga qilib qo'yganmiz, steyashkalari qolgan. Bu yo'lak 2 metrlik yo'lagimiz. Bu yoqqa qarab dalish ketiladi. Bu yoqdan qo'yxonaga o'tib ketilsa bo'ladi. Hozir bu yoqlarni ham bir ko'rsatib o'taman. Mana bu tomonlarimiz ham novvosga, o'pshi 84 ta novvosimizga joy bo'lgan. Bu tomonda novvoslar turadi. Bu yerga go'nglari suriladi. Bu apalavkani olamiz. 10 sm ukloni bor. Tagiga steyashkani qo'yib chiqamiz. Bu yoq ham Xudo xolasa tayyor bo'ladi. O'pshi 84 ta novvosga joy bo'ldi hozircha. Endi bu tomondan boramiz. Xudo xolasa hozir o'ylarimizni, joylarini ham bir sizlarga ko'rsatib qo'yaman. Bu yoqdan mana kirib kelganimizdan keyin bu yerda otlarimizning joyi bor. Bu bitta otimizning joyi, otlarimiz kelgan. Hozir tashqariga bo'ylab qo'yganmiz. Bu yerda yeminiydi. Bu yerga egarlari turish uchun joy qilganmiz. Eshiklari bu tomonda mana. Bu bitta otimizning joyi, bu ikkinchisining joyi. Mana. Bugun otlar kirmadi, steyashga qo'yganligimiz uchun, yangilik uchun. Bunisini yemaydigan joyi bu yerda, egarlari bu yoqqa qo'yiladi. Bu tomondan bu yoqda qo'yxona, qo'ylarimiz turadi. Bu yog'imiz hali tayyor emas, tekizlab bu yoqlarni ham to'g'rilashimiz kerak. Bu yerdan mana darvoza qilganmiz, oxirlik bekitamiz. Yem hashagini qo'ylar atrofda aylanib yeb yuraveradi. Xudo xolasa darvozalarimiz bu yoqqa ochiladi. Qo'ylar bu tomondan tashqariga chiqib ketadi. Mana darvozamiz mana shu holatda ochiladi. Pastlariga hali g'ildiraylar qo'yib to'g'rilab qo'yamiz. Mana bunisi bu yoqqa ochiladi. Shu darvozadan tashqariga qarab chiqib ketilaveradi. Bu yoqdan endi keladigan bo'lsak, bu tomon assobiy qo'chqorlar uchun qilingan. Bu yoq ham oxir, bu tashqaridagilarda bu yoqda turgan qo'ylarimiz yem hashaklarini mana shu oxirlarda bemalol yeb yuradi. Bu yerga e'tibor bermaysizlar, ot ikkita otga joy mo'ljallagandik, 3 ta ot kelib qoldi, bir erini qo'yib qo'ydik hozircha. Bu tomonda mana faqat qo'chqorlar baqiladi. Bu yerga paqirlarni qo'yamiz, suv quyamiz, suvini ichadi. Bu oxirlarda mana yem hashaklarini yeydi. Xudo xohlasa mana bu yerdan chiqadi. Ko'rib turibsizlar, mana taylarini ko'tarib, chiroyli qilib go'nggi pastga tushib ketadi. Bu yoqdan steyashkan uklon qilib qo'yganmiz, shu tagidan go'ngni tortganda betonga tiralib qolmasligi uchun. Xullas har bitta oraga bittadan qo'ydi mo'ljallaganmiz. Shu yerdan kallasini o'tkazib yem yeyishligi uchun mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa bu yerda 105 ta qo'chqorga joy bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, mana qo'yxonamiz katta. Qo'yxona 40 metr, uzunligi, eni 16 metr. Bu yoqdan chiqib kelgan molxonamizni uzunligi 45 metr, eni 12 metr. Bu yoqdan kelamiz, mana ko'rib turibsizlar. Xudo xohlasa 105 ta qo'chqorga joy qilingan. Bu yoqda mana eshigiga bu yerga suv qo'yiladi, bu yerdan chiqib bemalol derazalarni hali bekitamiz, Xudo xohlasa. Bu kelgan otlarimiz mana ko'rib turibsizlar. 7 yosh. 6 yosh 7 da. Hozir keyingisini ko'rsataman. Bu yerda mana yana bitta otimiz bor. Bu otimiz ham pashti 7 yosh bo'lib qolgan. Ulardan cho'p hozir ishlayapmiz, mana ko'rib turibsizlar. Uchinchi otimiz 4 yashar. Qo'yladi. 170 balandroq ham chiqsa kerak bu. Bu kalasini bo'yi 155 atrofida. Buni bo'yi 170 plus, 170 dan ham balandroq. Mana o'tgan safar uloqqa kirib, oyoqlari qashqa bo'lib kelgan. 4 yasharlik otimiz bor.